Assalamu alaykum, sevimli azizlar. Hammalarning mushaqdanlar xayrlik bo'lsin. Bugun biz dunyodagi mashhur jamoatlarning farzand tarbiyasi degan kitobdagi 4-bob Yahudiylarning obro'li jamoati, Rothschild jamoatining farzand tarbiyasi bilan tanishib chiqamiz. 5 qarindoshni o'mlashtirgan 5 o'qiya savoqi. Tuvanda Yahudiylarning obro'li jamoati, Rothschild jamoatining farzand tarbiyasidagi 10 o'giti bayon qilinadi. Bu farzandlarni ittifoqlashtirib, o'rtaq millionlarga aylanishini orzu qiladigan ota-onalarga taqdim qilinadi. Birinchi, qarindoshlar aro ön bo'lish va jamoatdoshlar o'rtasidagi ittifoqlik an'anasiga ahamiyat berish. Ikkinchi, pulni qo'g'lashmay, yaxshi bo'lgan kishilik munosabatga intilish. Uchinchi, farzandlaringizda to'g'ri bo'lgan pul qarshi turg'izing. To'rtinchi, uchur pul demakdir. Kichkingizdan boshlab uchurning muhimligiga sar qarmang. 5. Avlodlarga uchur, axborot to'playdigan an'anani yetkazing. 6. Ziyoda moddiy manfaat qo'g'lashadigan ideya xohishidan hazar aylang. 7. O'g'ling bo'lmasa, tijoratga aralashma degan prinsipda ching turing. 8. 5 qarindoshni o'mlashtirgan 5 o'qiya savuqini esingizdan chiqarmang. 9. Avlodma-avlod iyona qiladigan xayr-saxovat an'anasini saqlang. 10. Yahudiylar orasida o'zaro yordam berib, ishlarni o'rtaq taraqqiy qildiring. Sevimli azizlar, qaranglar. Mushu yerdagi 10-modda meni bir diqqatimni tortdi. Yana bir takrorlab ya. Yahudiylar orasida o'zaro yordam berib, ishlarni o'rtaq taraqqiy qildiring. Ya'ni nima ish qilsang, Yahudiylarnikidan qil, Yahudiylarnikidan ol, Yahudiyga yordam ber demoqchi-da endi. Ota-onaning bir og'iz so'zi dunyoni o'zgartdi. Avlod-mavlod millionlarga aylanishni o'ylasangiz, buning javobini Rothschild jamoatidan izlang. Necha ming yillardan buyon Isroiliya millatining o'zi davlati bo'lmaganligidan boshqalarning kamsitishiga uchrab keldi. Bugungi Yahudiylar jamiyatning e'tirof qilishiga erishgili oran 50 yil bo'ldi. O'tgan 2000 yil davomida Isroiliya millati kamsitish va haqorat ichida yashab keldi. Yahudiylar G'etto deb ataydigan joy dal 2000 yil ilgari ularning mavjudlik nafsini olgan joyi edi. Gerçi ko'p qism Yahudiylarning G'ettodagi tragediyalik turmushi bitilib ketgan bo'lsa-mu, ammo ular faqat puldan iborat qurolga ega bo'lganlar, uningdan qutulib chiqilib bo'lganligini bilatdi. Shunglashqa Yahudiylar kishilarning nazarida pulga cho'qinuvchilar bo'lib qolgan. Bu jihatda vakil bo'la oladigan Rothschild jamoatidir. Rothschild jamoati 1750-yildan boshlab 8 avlod kishilar 250 yildan ko'proq tarixni boshdan o'tkazib, dunyodagi eng chong pul muomala imperiyasini qurib chiqdi. Rothschild jamoatidek uzoqcha g'oyasi bor mablag'ni saqlab qolgan jamoatlar haqiqatan oz uchraydi. Rothschild jamoatining otasi Mayer Rothschild 1774-yil tug'ilib, 1812-yili vafot bo'lgan. Germaniyaning Frankfurtdagi jazonxo'r oilada tug'ilgan. Keyin Yevropada 5 bank qurgan. Uning 5 o'g'li 5 bankini boshqargandan buyon Rothschild jamoatining o'qiti kun sari ro'naq topgan. Napoleon urushi va 1-2 dunyo urushidan keyin Rothschild jamoatining dasmoyisi g'oyat zo'r darajada ko'paygan. Rothschildning korxonalari Angliya va Fransiyani markaz qilib, neft, olmos, seriq oltin, choy, qizil aroq, milichmonlar, kinochilik, dorigarlik, xalqaro pul muomala qatorliq davlat alqigan korxonalari bor. Bularning ichida bosh shtabi Londonga ta'sis qilingan NM, ya'ni Rothschild oilasining Yevropa, Afrika, Osiyo qatorliq 30 necha davlatda ish bajarish o'rni bor. Vazifadagi xodimlari 2000 dan oshadi. Ondan boshqa Fransiyadagi RCH bankisi Rothschild jamoat bankisining to'riki hisoblanadi. Shveysariyadagi RCH bankisi mo boylarni obkit qilish orqali dunyoda dong chiqargan. Ondan boshqa Rothschild jamoati 1875-yili Suez kanalini yasash qurilishiga g'oyat zo'r qarz berib qolmasdan, yana texi Isroiliya davlatini qurishga cho'ng to'p qo'shgan. Mushu yerda bir narsani desam, biz musobaylarning 9 cho'ng to'pisini deyish jarayonida musobaylarning tarixida shuna bir narsa borchu, bular Rossiyaga bir dunyo savdo yarmarkasi chiqdi 1900-yilning 1901-2002 shu vaqtida chiqib, undan keyin u yerdan aylanib, bular shu Turkiya keldi, Istanbullarda, Berlin, Germaniyalarda aylanayotgan vaqtida Germaniyaningki
İstanbul, Bağdat tömür yolu qurilishi qilayotgan, ashla bir vaqtda o'dil kelib, o'sha qurilishga mablag' soldi ekan musobalar jamoatimiz. Demakchi o'g'limda dunyoviy cho'ng ishlarni o'ylay oladigan kishilar ishlarni atrofli, uzoq mezgillik xiyol qila oladi. Jazonxo'rlik bilan qad ko'targan Rothschild jamiyati bugünkidek ko'lamlashib, dunyo pul muomala bozori va savdo sohasida 250 yillik oltin davrini saqlab kelmoqda. Hozirgacha Rothschild jamiyatining 8 avlod bevosita urug'doshlari 200 kishidan oshadi. 8 avlod kishilar tirish orqali Rothschild jamiyati hammani hayrat qoldirgudek natijalarni qo'lga keltirgan bo'lib, mol-mulkini sanab tugatgili bo'lmaydi. Ammo Rothschild jamiyat mulkining zodi qanchalik ekanligini hech qanday odam aniq bilmaydi. Əməliyyatda, Rothschild cəmiyyətinin mülkini dəlilləyidigan material yox olub, onun mülkinin köplüküdün bulmasından bəlkə nurgun kəsblərini məxfi qıyğanlıqıda. 2002 yildəki Forbes Dünya jurnalının xəbərdə RCB, yəni ning ali ticaretçisi Amsterdam Rothschildning mülki 1 milyard 500 milyon Amerika dollaridan aşqan deyilgan. Bir evrining oila mülki 1 milyard 500 milyon Amerika dollaridan aşsa, undaqda mushu bo'yicha hisoblasak, Rothschild cəmiyyətinin 200 yıllık yakın evlatlarının mal dünyası 30 trilyon yoki 50 trilyon Amerika dollariga yetishi mumkin. Navada mushu sonlar to'g'ri bo'lsa, Rothschild ega bo'lgan mal dunyoviy boy zardor Bill Gatesning 50 milliard mulkidanmi necha hassa ko'p bo'lishi mumkin. Xabarda yana aytilishicha, mushundaq zo'r boylik butkul dunyoning iqtisodiga tamoman yetadi deyilgan. Bugunga qadar dünya pul muomala sohasining xo'jayini bo'lib kelayotgan Rothschild jamiyati alahazal 200 yildan buyon otasining 5 o'qiya savuqiga avvalgidek varislik qilib kelmoqda. Shu saboq Rothschild jamiyatining dunyo pul muomala bozoridagi zo'migarlik o'rnini belgilagan desak, qilcha mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. 1812 yili 9 oyning 19 kuni Frankfurtda jazonxo'rlik bilan millionerga aylangan Mayer Rothschild bu yo'lda bir umr mangan. Mayer Rothschildning gerçi 5 balası bolsa-mu, ammo o'limga yuzlanganda uning gumoni va andishisi qalbida tog' kabi tuguni asl qilgan. Buningga asosligi umrda terib döşep topgan g'oyat oila mulki sabab bo'lgan. Mayer Rothschildning eng g'amga sag'ini 5 qarindoshning oila mulkini talon-toroj qilib o'chakishib ketish edi. 5 qarindoshning bir niyat, bir maqsadda jamiyat korxonasiga varislik qilib, uni avlodma-avlod davomlashtirish bo'lsa, Mayer Rothschildning eng buyuk orzusi edi. O namrat Yahudi ailesinden kelip çıkan boğaçqa ömürde tirişip toplagan baylıqның asan қолғы kemmegelikini biletti. Beştal okyanı birli vaqt sundarılmağan oxşaş, faqat sizler birlikte itibaqlaşadığanlar bolsanlar, Siziziya padişahlığı cəzmən məngü qudret epip gülündü. Undaq bolmaydiken padişahlık muqarrar halaketlik taqdirga duch keldi. Şunun üçün sizler muşu noqtun isinglarda məhkəm tutup, qeyrindaşlar özara inaq ecil ötüşünlər kerak degan. Bunun turtkisida Rothschild jamiyati 2200 yildan beri dunyo pul muomala sohasida g'o'jadarlikni saqlab kelishida yuqori tarbiyani muhim angishtar qilgan hamda uni jamiyat ro'yiga aylantirgan. Mayer Rothschild namrat Yahudi oilasida dunyoga kelgan bo'lib, o'zi ko'z yumgandan keyin butun kuchi bilan qon ter oqqizib yiqqan dunyosining 5 o'g'lining ko'z qizartishi sababidan vayron bo'lib ketishidan intayin ansirgan. Shuning bilan bir vaqtda farzandlarining o'zining yoshlik davridagi ichinishli turmushiga o'xshash holiga tushib qolmasligini, ularning jamiyatda belgilik hurmat tepishini, kulfatli kunlarning qaytlanmasligini, ming bir jafoda to'plagan boyliqning avlodma-avlod davomlashishini umid qilgan. Shunlashqa u 5 o'g'ilni Siziziya podshohligining 5 shahzodasi bilan serishtirib, faqat ularning qarindoshlar aro inoqligini saqlagandila avlodma-avlod shonliq jamiyatning nurini porlata oladiganligini, aksicha qarindoshlar orasida o'z ko'mchik cho'q tortish ko'rish oshkora va yoshirin elib berilsa, boyliq tugul jamiyatning sharpining yo'qqa chiqadiganligi to'g'risida ishorat bergan. Shuningdan boshlab Rothschild jamiyatining otasi umrining oxirida farzandlariga bu hikoyani takror so'zlab bergan. Bu tarbiya eng oxirida namrat Yahudi jamiyatini dunyodagi eng boy zardor jamiyatga aylantirgan. Mayer Rothschild ko'z yumish oldida pulning muhimligini qayta ta'kidlagan hamda oxirida farzandlariga tuandagi abzasini qoldirgan. Har vaqt esinglarda bo'lsinki, pul Yahudilarni qutqiza birdan-bir qoral. Sizlar dadanglarning irodasiga xilof holda korxona boshqarsanglar, korxona boshqarishdagi qalaymaqon vaziyatni muqimlashtirishga amalsiz qolasizlar.
Gerçi hemminglar mening o'g'illarim bo'lsanglarmi, sizlarni kechirolmayman. Agar kimdikim buningga qoyil bo'lmay, vasiyatnomadagi varis qoyil bo'lmasa, vasiyatnomadagi varislik huquqi bekor qilinadi. Oxirida sizlarning o'zaro yordamlashib, mening orzuyimni astoydil ado qilishinglarni samimiy umid qilaman. Dadisi eng oxirgi nafsi to'xtay degan daqiqalardimi, oxirgi bir ig'iz vasiyat so'zini deyishni unutib qolmagan. Xursand bo'lish tegishli ish shuki, Mayr Rothschildning 5 o'g'li dadisining orzusini yerda qo'ymay, rivoyat qilingan 5 o'qiyaga o'xshash zich ittifoqlashgan hamda jamiyatning ishlarini Frankfurt, London, Parij, Napolesgacha kengaytgan. Gerçi ular mustaqil holda 5 o'qiyadek o'zlarining o'rinlarida tirishib kurash qilgan bo'lsa-mu, ammo dadisining tanbehini zinhor esidan chiqarmay, zich ittifoqlashib, Rothschild jamiyatining kuchli 5 o'qiyasiga aylangan. Ular eng oxirida Germaniya chegarasidan olqib, 5 davlatda bank qurgan hamda dunyodagi eng chong pul muomala to'rini qurib chiqqan. Rothschild jamiyatidagi qarindoshlar inoq ejil o'tish orqali yahudiylar orasidagi hurmatga sazovor mashhur jamiyatlarning ulgisiga aylangan. Ular boshdan oxir dadasining orzusi bo'yicha qarindoshlar orasidagi o'mlikni amalga oshirish uchun tirishgan. Ehtimol ba'zilar pul qarindoshlikdan ustun turdi deb qarashi mumkin. Ammo Rothschild jamiyati qarindoshlik puldan ustun turdi deganga eng yaxshi isbot bo'la oladi. Mana o'qisak bir xil tarbiyaning haqiqatan muhimligini his qilamiz-da. Buningda berilgan tarbiyami muhimdir, ammo yana bir muhim nuqta diqqatni tortadi bu yerda. Agar deydi sen shu mening deganim bo'yicha qilmasanglar, mening bolalarim varislik huquqinglarni qarshi chiqqanlarning varislik huquqini bekor qiladi deb yozadi ekan-ku, vasiyatnomasiga. Voy seni kechirmayman, rozi bo'lmayman deb mendaqlam deb qo'ymay, onun menfaatiga berib, yahudiylarninki xarakterdagi narsa mushu yerda yana bir aks etadi. Ya'ni insonning faqat ularninki insofiga tashlab qo'yish emas, balki bir sirtqi kuch orqali bu ishni kapolat ostiga elishchu. Boylar bilan yaxshi bo'lgan ishonchlik munosabatni o'rnatish sizning milliard boylik to'plashingizga yordam bo'ldi. Bugungi pul muomala imperiyasini qurgan Mayr Rothschild ko'z yumg'ili bo'lmaydigan jazonxo'r savdogar. U Germaniyaning Frankfurtdagi yahudiylar to'plashib o'ltiraqlashgan Gettoda tug'ilgan. Ayni davrdagi Germaniya jamiyatida yahudiylar kamsitish obyekti bo'lib qolgan. Gerçi necha ming yillardan beri jamiyatdagi kamsitishi va chetga chiqishga uchrab kelgan bo'lsa-mu, ammo ular o'zaro quyuq ham yaxshi munosabatni saqlab kelgan. Ular jamiyat sirtida izlashga qancha qattiq uchragan sari ichki qismdagi ittifoqlikni shuncha kuchaytgan bo'lib, mana bu yahudiylarning mavjud bo'lib turish qonuniyati. Ular yahudiylar chirkavini markaz qilib, yahudiy millatining o'xshash bir butunlik tuyg'usini tirishib saqlab kelgan hamda o'zaro yordamda bo'lgan. Ayni yillari yahudiylarning familiyasi yo'q bo'lib, bu ularning ijtimoiy o'rnining naqadar tuvanligini tushuntirib berdi. Familiyasi yo'qlar ommaviy organlarda vazifa o'tayolmagachga, yahudiylar jamiyatning eng tuvan qatlamida yashab, taraqqiyot fursatiga asosan ta'sir erishgan. Rothschild jamiyati 1500 yildan buyon izchil turda yahudiylar Nomrat mahallesida yashab kelgan. 200 yil muqaddam bütün kuchi bilan boylik to'plashni boshlagan. Ya'ni 5 qarindoshning dadasi Mayr Rothschilddan boshlangan deyishga bo'ladi. Mayr Rothschild o'zining taqdirini o'zgartirish uchun yahudiylar orasida muvaffaqiyatli holda bankir bo'lish orzusini ro'yobga chiqarish orqali Nomrat yahudiylar rayonidagi Oppenhamni o'zining yashash ulgisi qilgan. Oppenham boy aqsonklarni baxt qushi deb qarab, muvaffaqiyatli bankirga aylangan kishi. Ayni vaqtda jamiyatga ko'p qism boy aqsonklar qobil moliya boshqaruvchilarni yollashga toza muhtoj bo'lgan. Ammo ular moliya boshqarishga ipiba yahudiylarni o'zlarining moliya boshqarish vositasiga tanlashga boshlagan. Navada moliya boshqarishda salla diqqat qilmasa, aqsonlik boylarning moliyasini boshqarayotgan yahudiylar o'lim jazosiga mahkum bo'ladi. Shundaqla yahudiylarning hayot mamatiga ig'ir halokat elib keladi. Shunglashqa Oppenham ilgari kallis qiziq qilib, o'z uchun xizmat qilayotgan obyektlarni o'lim xavfiga duchor qilgan. Oppenhamning shonliq muvaffaqiyati asosida yahudiylar Nomrat rayonidagi esil so'zga aylanib, Mijiz Rothschildga umid elib kelgan. U hatto Oppenhamni o'zining yashash ulgisi qilgan. 1750-yili Mijiz dadasining mirosiga varislik qilib, pul almashtiradigan savdogarga aylangan. Ya'ni dövizchi, dollarchi deb qo'yamda.
Keyin sodasini Ipek sodasiga o'zgartgan hamda barbara o'zining tunji bankasini ochgan. Uningdan boshqa u Oppenhamga yaqinlashib qisman kasbga ega bo'lib, Oppenham bilan o'xshash kasbda shug'ullana oladigan fursatga muyassar bo'lgan. Shuningdan boshlab Mayerning boyligi kunsir ko'paygan. 1744-yili cho'ng o'g'li Mayer Rothschild olamdan o'tdi. Mejiz farzandiga intayin ko'ngil bo'lgan. Shunga u o'g'lini uydan 2 kilometr yiroqlikdagi yahudiylar o'qiydigan maktabda o'qitgan. Mayer har xil narsalarni yig'ib saqlashga amroq bo'lib, uning yig'ib saqlashga bo'lgan mastonligi keyingi egilikni rivojlantirishga g'oyat zo'r yordam bo'lib qolmasdan, balki yana u Rothschild jamiyatining avlodma-avlod jamiyat qiziqishiga aylangan. Mayer Rothschild 11 yoshga kirgan yili dadasi chechak virusi bilan yo'qolinib, olamdan o'tdi. Uzoqqa bormay onasini ketib qoldi. U bolalarning cho'ngi bo'lg'achqa jamiyatning ig'ir yukini zimmasiga olishga majbur bo'lgan. Shunday ahvol ostida u o'qishdan to'xtab, 6 qarindishining holidan xabar olgan. Kichik Mayer Rothschild faqat boylar bilan yaxshi bo'lgan ishonchlik munosabat o'rnatgandila, kasbda g'alaba qozongan bo'lganligiga qat'iy ishongan. Shunga u Oppenhamning bankasiga kirib, praktika qilgan vaqtda boylar bilan qanday aloqa qilish ustida cho'nqur izlangan. Amniyatda nurg'un muvaffaqiyat qozonuvchilar kichikdan boshlabla boshqalar tarafidan alohida qobillar deb qaralgan. Masalan, dunyoviy zardor boy Bill Gatesni olsak, u to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chaqlardan boshlab tejashlik bilan o'qigan yoki ishlash orqali belgilik boylik to'plagan. Ayni yillar Germaniyada oqso'nglar orasida yig'ib saqlash bir xil modaga aylangan. Boy oqso'nglar bilan boylar o'zlarining boyligi va nomini ko'z-ko'z qilish uchun turli san'at buyumlari va asar-atiqlarni bas-basda saqlashgan. Kichikdan boshlab asar-atiqa yig'ishga ishtiyoq bog'lagan Mayer Rothschild bu jihatda boshqalarga solishtirganda alohida sezgusi bor bo'lib, u qadimgi pullarni farqlantirish usulini dadasidan o'rgangan. U asar-atiqa va qadimgi pullarni yig'ish orqali boy Knez Kempef bilan tanishgan hamda jamiyatini avlodma-avlod boy bo'lishdek yaxshi fursatga erishtirgan. Kempef Knez o'zi qurgan qisman Angliya qatorliq davlatlarga qarz pul o'rnida berib turib, ardın nurg'un şerinkani olgan. Shuning uchun nurg'un xon jamiyat oqso'nglari qarz dastidan alsirayotganda u yanala Yevropada oldin qator turadigan oqso'nglik boy edi. Hozir moda bo'layotgan agar boy bo'lishni o'ylasangiz, boylarni tushlik tomoq taklif qiling degan bir jumla so'zga o'xshash, Mayer Rothschild darhol boy bo'lish bilan selishtirganda, boy oqso'ngliklar bilan yaqin munosabatni o'rnatish texim muhim, faqat ular bilan yaxshi kishilik munosabat o'rnatganda mo'l boylikqa erishgil bo'ladi deb qaragan. Şunlaşqa, Mayer Rothschild boy oqso'ngliklar bilan yaxshi bo'lgan kishilik munosabatni o'rnatish uchun tirishgan. Ayni chaqda Mayer Rothschildga nisbatan olganda, puldorlar bilan yaxshi bo'lgan kishilik munosabatni o'rnatish orqali ularning bank kasbini o'dda olg'ili bo'lib qolmasdan, balki yana ma'lum zarur buyum sodasini sijil elib bag'ili bo'ladi. Mayer Rothschild oqso'ngliklar bilan kishilik munosabatga ahamiyat berish orqali natijada boy oqso'ngliklar bilan bo'lgan sodaga maxsus mas'ul saroy sodagirga aylangan. Oqso'ngliklarning ishonishi hamda ular bilan yaxshi bo'lgan kishilik munosabat o'rnatishi eng oxirida Mayer Rothschildning buyuk ishlarni ro'yobga chiqarishiga mukammal asos bo'lgan. Jamiyatning to'rik ishlarini boshqarish, pul almashtiruvchi savdogar Mayer Rothschild mistanga mukofot taxtasi, haykal qatorli qimmatli buyumlarning e'lon tashviqot varaqini barliq boylarga avatgan. Ayni yillari o'smir Mayer Rothschild tez ham vaqtida avatilgan yo'llanma uchun g'oyat zo'r boylik olib kelganligiga 250 yildan beri jamoat prinsipiga aylangan 5 o'qiya savqi. Farzand tarbiyasida so'z va harakat bilan ulgu bo'lish intayin muhim. Uningdan boshqa ma'lum simvol xarakterlik tarbiya orqali ko'p unumga erishgil bo'ladi. Rothschild jamiyati tarbiyada mushu nuqtani haq dodiga yetkazgan. Mayer Rothschild ko'z yumish oldida 5 o'g'ilni oldiga chaqirtib kelib, ular odatda eng yoqtiradigan 5 o'qiyaning hikoyasini so'zlab beribdi. Bu hikoyani Sisiziya podshohi ko'z yumish oldida 5 shahzodasiga so'zlab bergan ekan. Milodidan 6 asr ilgari Kaspiy dengizining sharqida qudratli podshohlikni qurgan chorvachi millatning podshohi o'zi ko'z yumgandan keyin 5 o'g'lining taxt talishib, davlatning parchalanib ketishidan ansirab, ko'z yumish oldida 5 o'g'lini chaqirtib kelib, ularning 5 tal o'qiyani sundirib beqishini buyuribdi. Biroq ularning birimi har qancha qitmi sundiramabdi. Podshoh 5 tal o'qiyaning ishidan bir talni sug'urib sundirib beqishni buyuribdi. Natijada ular bir talni qilich kuchimayli sundiribdi. Bu vaqtda Sisiziya podshosi ma'nilik holda 5 shahzodaga mundaq ishora